Bugun So'raymo xossa sanatoriyamizda yaqinlashib kelayotgan 8-mart Xalqaro xotin-qizlar kuni munosabati bilan barcha xotin-qizlarimiz, ayollarimiz o'rtasida sportning shaxmat chashka, stol tennisi hamda 50 metr masofada yugurish bo'yicha musobaqaga start berildi. Bizni kuzatishda davom etinglar, yangiliklar oldinda. Qisqa jarayon haqida fikrlaringizni olib olsak. Assalomu alaykum. Bugungi 8-martga bag'ishlab o'tkazilayotgan Spartagiyada menga kuch bag'ishladi. 8-mart bayramidan hammani tabriklayman.